Assalomu alaykum. Mosh polyaga kelganmiz. Oka o'zlarini jaydari urug'laridan o'tgan ekanlar. Holatini ko'rsanglar mana. Qurigan, qurimagan, qurigan, qurimagan. 60% qurigan, 40%, 50% qurimagan. Jaydari boshqa holati. Bu moshlarda asosiy maydalari qurigan, yiriklari qurimagan. Mana mayda boshoqlari qurigan, maydalari, yiriklari qurimagan, pishmagan hali. Shuning uchun tavsiya qilamiz hammaga o'sha sifatli urug'dan ekishinglar. Mana yirik moshlarimiz yaxshi qurimagan, maydalarimiz mana qurib ketgan o'sha. Urug'larimiz mana fumigatsiyada turuvdi. Fumigatsiyadan o'sha sekin urug'lar brendli qoplarga upakovka qilib qoplanyapti. Mana shuna brend qoplarimiz. Bunda bizaga xudo xolasa mana bunaqa apparatlardan o'tib, stanoklardan o'tib, mana shu holatga kelyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, holati zo'r, puchmushlari yo'q. Bu apparat faqat sifatli urug'larni, to'liq doni to'liq urug'larni yana ajratib beradi. O'zi bu standart mana shunaqa mayda holatda, lekin ichida nimadir kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, o'sha kamchiligini ham mana shu apparatda tozalab o'tkazdiramiz. Tavsiya qilamiz, xudo xolasa urug'larimizni uyaltirib qo'yayotgani yo'q shuncha yildan beri. Qoplash jarayoni urug'larimizni. Hozir men sizlarga dondagi farqini tushuntirib beraman. O'sha bundan oldingi videodagi holat yo'q bunda. To'xtatib turing. Mana don. Hammasi standart, to'liq. Ichida puchi bor. Mana holati, doni to'liq. Boyagi bundan oldingi videodagi holat bo'lmaydi bunda. Hammasi to'liq bo'lganning hisobiga, doni bir xil standart bo'lganning hisobiga bir xil pishadi, puch bo'lib qolib, pishmay qolib, ezilib ketish, shunaqa narsalar, sinishlar juda kam bunda. Tavsiya qilamiz.